Qadimgi dunyo. Birinchi mavzu: qadim tarix taraqqiyotining boshlanishi. Qadimiy tarixni o'rganish. Insoniyat qadimda tarixni turli ixtisosdagi olimlar o'rganadilar. Arxeologlar qadim zamonlarda odamlar yashagan manzilgohlar qazishma ishlarini amalga oshiradi. Antropologlar qadimgi odamlarni suyak qoldiqlarini tekshirib, ularni tashqi qiyofasini izlaydi va rivojlanishini o'rganadilar. Etnograflar qadimgi odamlarning ko'pgina udumlari, hozirgi mavjud qabila va elatlar, qadimdan saqlanib qolgan xo'jalik va madaniy an'analar o'rganadilar. Biz o'lkamiz qadimda tarixini qanday o'rganamiz? O'lkamiz qadimgi tarixini keng o'rganilgan manbalar, arxeologlar tomonidan topilgan moddiy manbalardir. Mehnat qurollari, sopol idishlar, qurol-aslahalar, zebu ziynat buyumlari, xullas qadimgi inson qo'li bilan yaratilgan hamma narsa shular jumlasigadir. O'lkamiz qadim tarix keng o'rganilgan manba, arxeologlar tomonidan topilgan. Demak, manbalar ikkiga bo'lingan: yozma manba va moddiy manba. Moddiy manbaga mehnat qurollari, sopol idishlar, qurol-aslahalar, zeb-ziynat buyumlari, xullas qadimgi inson qo'li bilan yaratilgan hamma narsa. Yozma manbalarga Avesto, Gerodot, Strabon, Kvint Kursirov, Aryan kabi kitoblar yozgan ma'lumotlari kirgan. Yozma manbalar topilishi bilan olimlarga qadimgi ming yilliklar tarixini tiklash osonlashadi. O'rta asr tarixi bo'yicha eng qadimgi yozma manba Zardushtiylik muqaddas kitobida Avestodir. Demak, eng qadimgi Zardushtiylik muqaddas kitobi bu Avestodir. U yurtimiz qadimgi tarixi viloyatlari, Baxteriya, Sug'd, Xorazm aholisi madaniyati to'g'risida hikoya qilinadi. Eslatma: Behsun qoyasida yozuvda ham Xorazm, Sug'd, Baxteriya yozuvlari uchala viloyat hudud kelgan. Qadimgi tarix doir yana bir yozma manba Behsun qoyasi yozuvlaridir. Behsun qoyalari Erondagi Kirmonshoh shahri yaqinida joylashgan. Fors shohi Doro bir buyrug'i bilan qoyaga o'yib yozilgan. Xorazm yozuvi Baxteriya sanab o'tilgan. Baxteriya Xorazm hududini sanab o'tilgan. Miloddan avvalgi 5-asrda qadimgi Yunon tarixchi Gerodot turli maktablarda sayohat qilib 9 kitobdan iborat tarix asarini yozadi. U o'lkamiz qadimgi aholisi to'g'risida ham ma'lumotlar beriladi. Miloddan avvalgi 1-asr oxirlarida qadimgi Yunon tarixchi va geografik Strabon Geografiya nomli asarni o'rta asr xalqlari madaniyati haqida ma'lumotlar keltiradi. Milodiy 1-asrda, demak, miloddan avval ikkita shaxs va miloddan keyingi milodiy yil bilan ikkita shaxs olim yashagan ekan. Miloddan avval 5-asrda Gerodot, Yunon olimi, tarixchi 9 kitobdan iborat tarix kitobini yozgan. Miloddan avval 1-asrda esa oxirlarida 1-asr oxirlarida qadimgi Yunon tarixchisi geografiya Strabon Geografiya nomli asariga o'rta chog'lar madaniyati xullas ma'lumotlar keltirilgan. Milodiy 1-asrda qadimgi Rim tarixchisi, demak, Rim tarixchisi desak, Kvint Kursirov Makedoniyalik Aleksandr tarixi nomli asar yozib, makedoniyalik Aleksandrning O'rta Osiyo harbiy yurishlari haqida ma'lumotlar keltiradi. Milodiy 2-asrda Yunon tarixchisi Aryan ham Aleksandrning harbiy yurishlari Aleksandr ansambasini deb nomlangan asar yozgan. Ushbu manba, shuningdek, keyinchalik yaratilgan ilmiy ishlar tufayli olimlar yurtimizda qadimiy tarix o'rganishda muvaffaqiyat bo'lgan. Demak, 4 olim bo'lgan. Ulardan 3tasi qayerlik bo'lgan? 3tasi albatta yunonlik bo'lgan, yunonlar bo'lgan. Bittasi esa Rim tarixchisi hisoblanadi. U ham Kvint Kursirov makedoniyalik Aleksandr tarixi asarini yozib qoldirgan. Esda tutaylik, miloddan avvalgi 2 asrda olimlar yashagan, miloddan avvalgi 2 olim va milodiyda 2 olim yashagan ekan. Bu 6-sinfga bog'liq yana 2 olim bor ekan deb o'zida kalak yo'g'inglar. Geografiya. O'zbekiston va jahon sivilizatsiyasi. Geografik jihatdan O'zbekiston ancha katta hudud egallaydi. Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida Zarafshon, Farg'ona vodiysi va Surxondaryo vohasi o'zining serhosillik va iqlimligi tufayli uzoq qadamidayoq obod bo'lgan. Qulay geografik joylashuvga ega bu zamin Sharq va G'arb mamlakatlarini bog'lab turgan. Bunda O'zbekistonning qadimgi shaharlari orqali o'tgan Buyuk Ipak yo'li nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan. O'zbekiston kishilik madaniyati tarixining eng qadim maskanlaridan biridir.
Bu yerda mahalliy aholi qadimgi zamonlardan boshlab yashagan. Daryolar vohalari bo'ylab muhim savdo yo'llari o'tgan. Demak, daryo bo'ylarida muhim savdo yo'llari o'tgan. Olis o'tmishdan O'rta Osiyoning qadimgi aholisi bilan qadimgi Sharq ellatlari o'rtasida eng keng madaniy aloqalar boshlangan. Ko'hna qadamjolarni qazish chog'ida arxeologlar Hindiston, Eron, Mesopotamiya hunarmandlari tomonidan tayyorlangan sopol va metall idishlar, zargarlik buyumlarini topishgan. Demak, ko'hna qadamjon qazish chog'ida arxeologlar qayerlardan hunarmand tomonidan yasalgan zeb-ziynat va taqinchoq idishlarni topgan desa, Hindiston, Eron va Mesopotamiya hunarmandlari tomonidan deb javob beriladi. Jahon barcha xalqlarning tarixi ibtidoiy jamoat tuzumidan boshlangan. Inson rivojida birinchi bosqich kishilar ibtidoiy to'da birlashuv bo'lib, bu to'da o'zidan eng qadimgi odamni katta jamoa mujassam etgan. Ibtidoiy jamoat tuzumi inson tarixining boshlang'ich davri bo'lib, bu paytda barcha mehnat qurollari umumiy bo'lgan va hamma birgalikda mehnat qilgan. Hop, keyin ibtidoiy to'daga o'tgan, ibtidoiy to'dadan keyin urug' jamoaga o'tgan, urug' jamoadan keyin matriarxatga o'tgan, matriarxatdan keyin patriarxat. Hozir ham deyarli patriarxat bizda davom etib kelmoqda. Hop, ibtidoiy to'da bu turmush va mehnat umumiyligi negizida boshlangan eng qadimgi odamlar jamoasi. Ibtidoiy to'da asta-sekinlik bilan qarindoshlarning alohida uyushmasiga, urug' jamoasiga aylanib borgan. Urug' bu birgalikda yashagan va mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-yarog'lariga ega bo'lgan qarindosh jamoasi. Dastlabki urug' jamoalari ayol kishi, ya'ni ona tarafidan jipslasha boshlagan. Insoniyat tarixida bu bosqich ona urug'i davri, matriarxat deb atalgan. Demak, ona urug' davri bu matriarxat deb atalgan. Hop, ancha keyin mehnat qurollari va xo'jalik yuritishlar shakllanib takomillashgani sayin jamoadagi yetakchi mavqeasi sekin erkak kishiga o'ta boshlaydi. Endi u urug' sardori bo'lib qoladi. Olimlar insoniyat tarixiga bu davrni patriarxat, ota urug'i davri deb nomlashadi. Demak, ona urug'i matriarxat, ota urug'i bu patriarxat. Patriarxat deyarli bizda ham hozir davom etib kelmoqda. Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollari toshdan yasagan. Tufayli arxeologlar insoniyat tarixini boshlanishini tosh davri deb atashdi. Tosh davri ancha uzoq davom etgan, shuning uchun ham quyidagilar shular jumlasidan bo'ladi. Olis o'tmishda O'rta Osiyoning qadimgi aholisi bilan qadimgi Sharq ellatlari o'rtasida keng madaniy aloqalar bo'lib o'tgan. Eslatmalarni o'qib, rasmlarga jiddiy e'tibor berishlarini so'rayman, chunki u yerdan ham bir ikkita savol tushishi mumkin. Qadimgi tosh davri, paleolit, yunoncha pelos, qadimgi va litos tosh. Demak, birinchi qadimgi tosh davri. Pelot yunoncha pelos qadimgi va litos tosh so'zlaridir. Ikkinchisi o'rta tosh davri, mezolit, mezos o'rta, litos tosh. Demak, o'rta tosh davri. Yangi tosh davri, neolit, neos yangi, litos tosh. Demak, yangi tosh davri. Mis tosh davri, enolit, lotincha enos mis va yunoncha litos tosh. Eslab qoling. Paleolit 1 milliondan avvalgi 3 ga bo'lingan. Paleolitda o'zi 3 ga bo'lingan. Ilk, o'rta, so'nggi. Ilkka milliondan avvalgi 1 millionchi yildan 1 milliondan avvalgi 1 million va 100 ming yil kirgan. O'rtasiga milliondan avvalgi 100 ming va 40 ming yillik kirgan. So'ngiga milliondan avval 40 ming va 12 ming yilliklar kirgan. Hop, paleolit 1 million yildan 12 ming yilgacha davom etgan. Yozma manbalariga Avesto, Gerodot, Strabon, Kovenko-Sirov, Arianning asarlari kiradi va misol uchun podshoning imzolari, qishloq aholining yozma manbalari, demak yozgan narsalar bu yozma manbalar hisoblanadi. Hujjatlar yozma manba hisoblanadi. Moddiy manbalarga mehnat qurollari, taqinchoqlar, qurol aslahalar kiradi. Shu bilan darsimiz tamom. Keyingi darslarda ko'rishguncha